Resoblack dorisidagi narxlar tarkibini ko'rasizlar. Resarbidol Dentafil 100 milli suvda 6 gram sorbitol chiqyapti. O'shanda 200 millining ichida 12 gram sorbitolga to'g'ri keladi. Narx 9000 so'm ekan aptekada. Xo'sh, Sarbaktol 200 milli bilan tarkib 100 milli suvda 6 gram sorbitol 200 millida 12 gram chiqadi. Narx 32000 so'm. Endi sistemin. Xo'sh, 200 milli. Bunda ayyorligini qarang. 1000 milli, ya'ni 1 litrda 60 gram sorbitol chiqadi deyapti. Yutuq qisqartirsangiz shu 6 gramga to'g'ri keladi. 100 millida. Общий 12 gram sorbitol, lekin narxi 48000 so'm. Endi Entaxol degani chiqqan. Xuddi shu narsa. 250 milli. 1 millida 60 milligram. Ну, общий bir xil effekt beradi, ya'ni 100 gram inyeksiyada 6 gramga to'g'ri keladi. Narx 60 so'm ekan. Endi Resoblack Ukraina deb qo'yishadi. Yurefarm. Bilmadim Ukrainadan keladimi yo'qmi. Tarkibi ham xuddi shunaqa mana. Hech qanaqa farqi yo'q aslida. 1 milli inyeksiya uchun suvda 60 milligramdan to'g'ri keladi. Mana tarkib 1 millida. Общий o'shanda 12 gram sorbitol. Qolgan hamma narsasi bir xil, farqi yo'q. Lekin narxi buni bu aptekada 65 ming ekan, bir xilga aptekalarda 70 ming, ba'zi 80 mingdan ham sotishyapti ekan. Aslida buni olsangiz ham, buni olsangiz ham, buni olsangiz ham, buni olsangiz ham, 9 minglik olsangiz ham tarkib o'zgarib qolmaydi dorini. Prosta firma degani mana shu bo'ladi. Qaysi turi vrach bu firmadan manfaatdor, qaysi turi mandan manfaatdor, qaysi biridir bundan manfaatdor. Bemorga qolgani foyda. Sorbitol foyda xolos. Yo'qotayotgan pul bemordan ketyapti.